Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bugun Yaxshi kelib oldingizmi dadasi? Charchamadingizmi? Rahmat. Bugun ish juda ham ko'payib ketdi-da. Achchiqqina mastava qilib qo'yganman. Hozir suzaman. Xo'p bo'ladi, xo'p. Dada, yaxshi keldingizmi? Rahmat o'g'lim. Bir savol bersam maylimi? Ha, berchi qani? Opog'im o'lganiga necha yil bo'ldi? Ayasi? Qo'labek. Dadam o'tganiga necha yil bo'ldi? 11 yil bo'lib qoldi dadasi. 11 yil. O'g'lim, buni nega so'rayapsan o'zi? O'rtog'imni bobosi o'lgan ekan, qabristonga borishibdi. Meni ham bobomni qabriga olib boring. Xo'p, bolam. Xo'p, o'g'lim. Bugun olib boramiz. Ovqat tayyor, suzaymi? Ovqatni keyin yeymiz. Biz qabristonga borib kelsak. Xo'p, Xo'p, tur o'g'lim. Qani tushdik, o'g'lim. O'g'lim. Bobongizni qabri shu yerda. Kiramizmi ichkariga? Qani ketdik. Dada, O'g'lim. bobomning qabri qayerda? Bobongizni qabrimi? Keling o'g'lim. Assalomu alaykum Soyibjon ota. Assalom, barakalloh. Va alaykum assalom, barakalloh. Bu yigit meni o'g'lim Bunyodbek. Ha, ko'p yashang, ko'p. Katta yigit bo'lib qoldi. Ha, bir ziyorat qilaylik debsizlarda, ha? Albatta. Shu Soyibjon ota, bilasiz, ancha yildan beri chet eldaman. Otamni qabriga ham kelmaganimga ancha bo'lib qolgandi. Shunga Topolmayapmiz deng. Qani yuringlar. Ko'rsataman o'zim. Qani. qani yur o'g'lim. Oh, haligi Abdumajid onasini qabri bu. Qarab turishadi-da bu. Mana shu sizni otangizni qabri. Ha, men ham bu yerda yumushlar bilan bo'lib qarab turgan edim, qaray olmay ham qoldim. O'g'lim. Mana bobongizni qabri. Keling. Jasurboy, Labay. yoshligingizda sizdami? Dadangiz qabristonda hasharlariga o'zi yetalab olib kelardi sizni. Tashamayapsanmi Dostonbek? Rahmat va barakalla. Xo'p, o'g'lim Jasurbek, mana ko'ryapsanmi? Hammamizni keladigan joyimiz mana shu qabriston. Shuning uchun qachonki qabristonga hasharga ekan desa, o'ylanmasdan chopib keling o'g'lim. Xo'p, tushundingizmi? Agar birov sizni qabristonga hasharga chaqirmasa, siz o'zingiz boshqalarni chaqirib keling. Tushundingizmi o'g'lim? Xo'p, mana shu meni sizga bitta o'gitim. Jasurboy, avvallari egasi yo'q qabrlarga ham qarab turillardi. Hozir o'z ota-onasini qabridan xabar olmaydiganlar ham bor. Menam mayli. Men yumushlarimni qilay. Kechiring, otajon. Alo. Sardorbek. Labay xo'jayin. Menga 5-10 nafar ishchilar topishga yordam bera olasizmi? Pulini to'layman.
hashar qilish kerak. Men boshqa ko'ngillilarni ham jalb qilaman. Bu Po'lat xo'jayin uyingizdami? Qabristonda.